Assalomu alaykum xalqim. Mana hozir ko'rdilaring, kecha bugun Dalal o'zi chiqarayotgan postlarini qo'yganlarini bugun mana debat bo'ldi, ko'rdilaring hammasini. Ozgina bo'lsa ham meni ko'nglim taskin topdi. Haqiqatga yaqin borayotganimizdan juda ham bolalar Dalal o'ziga men rosa ham katta minnatdorchilik bildiraman. Ularga ishonchim juda ham kuchli. Adolatni oxirigacha yetkazib, adolatni chiqarib berishiga, bu ishni oxirigacha yetkazishlariga juda ham ishonaman. Ishlarida omad tilayman bu bolalarni. Men to'g'risi bir o'zimman deb o'ylagan edim. Kuchsiz bo'lib qolaman deb o'ylagan edim. Yo'q. Shunchalik yaxshi odamlar bor ekan. Avalasi Dalal o'zining orqasidan qancha tanishlar, qancha begonalar chiqyapti. Juda ham ko'p begona odamlar, begona insonlar ham chiqyapti. Hammalaringga rahmat. Bizga ishonib, bizga ishonch bildirganlaring uchun rahmat. Men hozir shu darajada hayajondaman. Meni nima desam sizlarga, qanday tushuntirsam men. Shu kunni shunaqa kutyapmanki, o'sha adolat topadigan, adolat qaror topadigan, o'sha qizimni qotillarni shu darajada kutyapman. O'sha kunni qanaqa kutayotganim, meni manbetim to'lib turgani, buni to'g'risi hech kim tasavvur qila olmaydi. Men o'tayotgan narsani hech kim tasavvur qila olmaydi. Erishamiz adolatga, Xudo xolasa. Mana Dalal o'z birinchi bo'lib turib, men ularni juda katta yordamini ko'rdim. Allohim hammalaringni o'z panohida asrasin. Lekin o'sha kun keladi. Adolat qaror topadi, men ishonaman. Qizimni qanaqa qiz ekanligiga ham ishonaman. Lekin bitta narsani tushunib yetaman, lekin bolam hech kim qaytara olmaydi bolamni. Bolam qaytib kelmaydi. Baribir bilmayman, qanday sizlarga tushuntirishni bilmayman bu narsani. Hamma har narsa der, lekin o'zlaring o'ylab ko'ringlar. Bitta bolachalaring ko'chada bir joyi tirnalib kelsa yo bittasi bilan urushib kelsa qanday bo'lasizlar? Shunaqa narsada qanaqa his qilasizlar o'zlaringni? Men to'g'risi hech ham уже ancha unaqa bo'lgan edim. Umidimni uzgandim ancha. Hozir ancha umidvor bo'ldim, ancha o'zimga keldim. Umid uchquni meni yuragimda yana umid uchquni paydo bo'ldi. Xudo xolasa mana advokatlarimiz ish boshladi. O'zbekistonda, Koreyada advokatlarimiz ish boshlashdi. Hammasi vaqti soati bilan ro'yobga chiqadi. O'sha yangi nima deydi, adolat chiqadi-da yuzaga. Chiqadi, baribir chiqadi. Men bunga ishonaman, yana bir narsani ishonamanki, meni qizim juda ajoyib qiz edi. Meni qizim ajoyib, juda ham ajoyib qiz edi qizim. Rahmat, hammalaringga rahmat.